Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun 8-noyabr 2025-yil. Malinalarimiz hali ham gullashni davom etmoqda. Kechagi sovuqni nazarga tutmaganda sovuq urgani yo'q, juda ham yaxshi turibdi malinalar. Mana hali ham hosilda. Mana malinalarimiz holati. Xudo xolasa noyabr oxiriga ko'chatlar sotiladi, dekabrlarga. Mana malinalarimiz. Azizlar. 180 mingga chiqdi malinalarimiz narxi. Buni kattaligini qarang.